İsmingiz nima sizni? Sabiba Muzaffarjonning qizi. O'xti. Sizni ismingiz nima? Bunyod. Siznikichi? Dunyo. Bunyodbek ko'zingiz tepasiga nima qildi? Ishib qo'ygan. Nima bo'ldi? Urishdingizmi? Yo'q, Ha. o'rtam tek. Ombalog'a ketgan. O'mbaloq oshayotganda yiqilib tushdingizmi? Ehtiyot bo'lmaysizmi? Qayerda o'mbaloq oshayotdingiz? Zalda. Qarang, buni hozir ayingiz ko'rsa, buvijonlaringiz ko'rsa, bog'cha pezda urishmaydimi? Nega qaramading demaydimi? Nima deb tushuntirasiz? Yiqildim. Yiqildim. Yig'lamadingizmi? Akangiz yig'lamadimi yiqilib tushganda? Uyda kim ko'proq to'polon qiladi, sizmi yo akangizmi? Ana o'shaning kedisi ayinga qarab buraveradi-da. Yo'q, uyda kim to'polon qiladi, akangizmi yo sizmi? Kimmas, aka? Siz yaxshi qizsiz, a? Akangiz to'polon qilsa, dadangiz nima deb baqiradi? Qiradi. Yotinglar deb baqiradi. Yotinglar deb baqiradi. Uxlamanglar deb baqiradi. Nimaga yotinglar deb baqiradi? Siz kech uxlaysizmi? Kech. Nima qilasiz kechgacha? Uyqum kelmaydi. Uyqungiz kelmaydi? Bog'chada to'yib uxlab olsangiz kerak-da. Aldayapti, akangiz aldayapti meni. Nima? Eshitmaysizmi siz? Sizni bog'cha pez ismi nima? Napa? Dildor opami? Dildor opa sizni yaxshi ko'radimi? Ayb ish qilib qo'ysangiz nima deb urishadi sizni? Urishmaydimi? Urishmaydimi? Qarang. Ha. Uyda idish sindirib qo'ysangiz ayingiz urishmaydimi? Rostdanmi? Aldamayapmi? Yangi yil kuni Banan yo'q-da. Qo'magan bananimiz. banan olmadimi? Yo'q, qayerga tugagan. Tugab qoptimi borguningizcha? Tugamagan. Dasturxonga yetmagan. Ana, pul yetmagan. Pulni kim beradi? Dadamda ham yo'q, qayerda ham yo'q. Bobosida bor. Bobosida bormi? Hamma pulni amakam olib qo'ygan-da. Nima qiladi hamma pulni olib qo'y? Inang bilan ana dadang olib qo'ygan-ku. Bobom ana dadamni berib oldi qo'ychi. Ana qo'ychi olib keldi. Qo'ychi olib keldimi? Nechta? To'rttami? Qo'ychalarga kim qaraydi? 9 ta olib kelgan, kichkinasi bilan 10 ta. 9 ta olib kelgan, kichkinasi bilan 10 ta. Qo'y qanday ovoz chiqaradi? Ne qilib chiqaradi? Qilib chiqaradi. Ana uyga to'yda keldik-ku. Kiramiz-ku, ana pishak kirib qoldi. Keyin nima qildi? Hammam haydavordi. Haydavordimi? Ha. Qarang, dadangiz bilan ayingiz to'yiga borganmisiz? Chaqirishganmisizda? Chiroyli ko'ylak kiyib borganmisiz? Kim olib bergan u ko'ylakni? Dadam. Dadangiz olib berganmi? Qarang, ustingizdagi chiroyli kiyimlarni, bu kiyimlarni kim kiyadi? O'g'il bolalar. Keyin Qorbobo keldi-da. Uyimizda amakimni o'rtoqlari keldi-da. Amakingizni o'rtoqlari Qorbobo bilan keldimi? Yo'q, Qorbobo kelmadi faqat. Uyga mehmon kelganda ayingiz xursand bo'ladimi yo xafa bo'ladimi? Unda o'sha tebratib o'tiradi-da. Nima qiladi? Tebratib o'tiradi-da. Ukasini tebratib o'tiradi. Mehmon kelsa hammi? Mehmon kelsa ayingiz qanaqa ovqatlar pishiradi? Ovqat pishirmaydi. Mehmon kelsa ovqat pishirmaydimi? Pishiradi-ku, osh pishirgan. Ko'chaga chiqasiz-ku, ko'chada odam o'g'risini ko'rib qolsangiz nima deysiz? Yur, men seni olib ketaman. Odam o'g'risiman men desa nima deysiz? Ishonmayman. Qanday ishonmaysiz? Bola o'g'irlab ketib qoladi. Bir narsa berib. Ana kichikchaga narsa berib olaman, ketadi-da, qaytib keladi-da o'rnimga. Ko'chaga chiqqanda begona amaki, "Men mana bu konfet senga berdim, yeb ol" desa yeysizmi? Yeyverasizmi? Olib ketib qoladi-ku ko'tarib. Yemayman. Nega? Shirin-ku konfet.
Yo'q, tishim qurtab ketadi. Ha, уже qurtlar bo'pti-ku tishingiz, hamma shokoladni yeb qo'ygandirsizda mehmonga kelgan. Mehmonga deb ayaz yashirib qo'yadimi shokolad sizlardan? Kimni kiyguncha, bog'chada ayamga gurib yeganmi, cho'rlarni gurishibadi. Qarang, dadangiz ayazga gul berganmi? Ha? Qachon? Ertalab? Ertalabmi? Ha. Ayaz dadangizga sovg'a bermadimi bayramda? Nega? Aytmadingizmi, bugun dadamni bayrami, sovg'a bering demadingizmi? Yo'q, ayamni bayrami emas. Dadamni o'sha tug'ilgan kuni kelibdi. Aha, tug'ilgan kuniga nima sovg'a qiladi ayaz? Bildingizmi? Mashina sovg'a. Katta mashina. Katta mashinami? Ayam haydashni bilmaydi, orqaga o'tiraveradi. Qarang, agar oldinga o'tirib olsa dadangiz nima deydi? Shunaqa? Hech narsa demaydimi? Deydi-ku, orqaga o'tdi-ku. Orqaga o'tdi ekan-ku. Mal deyapsiz siz men. Ko'chi bo'lib ishlaydimi? Agarchi qarang, ketgan narsasini siz bilmasdan qaychi bilan qirqib qo'ysangiz sizga nima deydi? Unga endi birovlar endi egasini urishadi-ku. Endi egasi ayajon tikuvchisiz, tikib qo'yavering demaysizmi? Va bilan bilib qoladi deydi. Ha, ayaz tikkan kiyimlar egasiga yoqmay qolsa, nima deydi o'sha egalar? Sizga olib qolavering, men hozir boshqa material olib kelaman, o'ziga menga yana boshqadan tikib berasiz deydi. Agar bermayman pul bu kiyimga desa nima deydi ayaz? Indamaydi. Indamaydimi? Jahli chiqmaydimi? Uylaringizga mehmonlar keladimi? Mehmon kelganda dadangiz nima deydi? Dadam ismi demaydi, oddiy gaplashib o'tiradi mehmonlar bilan. Siz dadangizni yaxshi ko'rasizmi, ayizni yaxshi ko'rasizmi? Ayam. Ayizdami? Dadangizni-chi? Dadam Rossiyada. Rossiyada bo'lsa ham yaxshi ko'rmaysizmi? Yaxshi ko'raman. Sizga Qarang, men kecha yaxshi bobomnikiga bordim-ku. Ana kishnida bo'lib qoldim-ku, kalashganda ayam uxladi. Bu turdi oldimda semizga chaqib. kimni uxlatib o'tiruvdi? Meni? Siz qanday bildingiz uxlab qolgan bo'lsangiz? Kishnida bo'lganda uxlab qoldim. Poylab yotdingizmi? Ukamni beshikda. Siz katta qizsiz-ku, beshikka sig'maysiz-ku. Kishnida bo'lganda sig'aman. Qarang, Kecha ukamni ovqati gazda turdi-ku. Ha. Meni kiyintirdi-ku. Ukamni ovqati yorilib ketdi. Qo'layib ketdi. kashasimi? Keyin ayizni hech kim urishmadimi? Ukangizni kashasi kuyib ketibdi. Keyin ukangizni nima berdi ayiz? O'zi ovqatni pishirib berdi. Boshqachasini. Boshqachasinimi? Mehmonlar xafa bo'ladi-ku. Mehmonlarga ovqat qilmasa mehmonlar xafa bo'ladi, keyin kelmay qo'yadi-ku. Yo'q. Ketib qoladi. Ana bananlar yo'qdi faqat. Olma bor edi. Olma bor edi, ananas bor edi. Mandarin bor edi. Mandarin bor edi. Qayerga yashiradi? Tepaga. Tepagami? Amaga borolmaydi. Amakingiz ham qidiradimi uni? Ha? Agar ayiz topib ishlatib qo'ysa dadangiz nima deb baqiradi? Yo'q, o'ziniki emas. Ha. Amaki malla o'ziniki ani top qo'chadi-da. Siz qayerdan ko'rib qolganmisiz uni? Yo'q. Ha. Biz dadam pulini qissasiga solib qo'ygan-ku. Dadangiz Bir qissasida olay dedim, iPhone dedim-da. Kalla bu qissasini ko'rib yashirib